Xonanda Yorqinxo'ja Umarovning onasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning qizi haqida gapirdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Zohida Umarova Mirsodiqova bilan YouTube kanaliga bergan intervyusida o'g'li Yorqinxo'janing Ozodbek Nazarbekovning qizi Zinnura bilan qanday tanishgani haqida so'zlab berdi. Hech kimga sovchi bo'lmadi. 2 yosh bir-birini Instagramdan topib sevishib qolgan. Qizim Yorqinxo'jaga O'zbekistonda o'z yo'nalishi bilan chiqayotgan xonandalardan birisiz deb yozgan o'g'limga. Yorqinxo'ja millionlab yozilgan xatlar orasidan shu qizning yozganiga e'tibor berib chiqib ketaman. Buncha aqlli bu qiz deyman, ko'rmay sevdim bu qizni deydi. Bolam indamay yuraverar ekan, men undan qachon uylanasan deb so'rayveraman, u esa indamaydi. Qizimiz yosh bo'lgani uchun indamay yurgan ekan bolam. Zinnuraxonni nikoh kunigacha ko'rmadik. Yorqinxo'ja ham qizimizni o'sha kuni ko'rdi. Yorqinxo'ja hech bo'lmasa yuzingizni yarmini ko'rsam maylimi desa ham qizim yo'q derkan. Unashtirilganidan so'ng bir kuni Yorqinxo'ja kelib qoldi. Ayajon, Zinnuraxonni ko'rganimda yoqmay qolsa-chi deb so'radi. Men shokka tushib qoldim. Uni ko'rmaganmisan desam yo'q dedi. Shundan keyin endi nima bo'lsa ham uylanasan, nimaga ikkilanyapsan? Onasini qara, qanday chiroyli, ko'zlari charos. 20 yoshida qolib ketgan, umuman qarimagan. U onadan tug'ilgan qiz albatta chiroyli bo'ladi dedim. Onasini shunaqa sevdim, shunaqa aqlli, farosatli ayol ekanki, menga Zohida opa, farzandlaringizni yolg'iz boshingiz bilan o'stirgansiz. Menga Fotiha to'yi, unashtiruvlar kerak emas. Faqat nikoh o'qitib qizimizni o'sha kuni olib ketaveringlar dedi. Bu gaplardan juda ham xursand bo'ldim. Zohida Umarova shuningdek Ozodbek Nazarbekov bilan suhbati qanday kechgani haqida so'zlab berdi. Bir kuni Ozodbek Nazarbekov meni suhbatga chaqirib qoldilar. Taqdirda Yorqinxo'jaga buyurgan ekan shu qiz dedilar. Yorqinxo'ja bilan Zinnuraning o'rtasida juda ham bir buyuk muhabbat bor. Bir-birlarini juda ham sevishadi. O'g'limga biror narsadan asabiylashsang, qizimga baqirib yuborma. Menga baqir, onangman, ko'taraman. Lekin qizimni xafa qilib qo'yma deb tayinlayman. Zinnura ham chaqqon, biz alohida yashaymiz. Ularnikiga kelib qolsam, darrov oldimga yugurib chiqib, "Oyjon, keldingizmi?" deb darrov osh-ovqatni tayyorlab oldimga qo'yadi. Ma'lumot uchun Yorqinxo'ja Umarov va Zinnuraning to'yi 2023-yilning 19-sentyabrida bo'lib o'tgan.